Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda Toshkent viloyatini kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar videomiz sizga manfaatli bo'lsa, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent viloyati kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantiriladi. Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 8-aprel kuni o'tkazilgan yig'ilishda Toshkent viloyatini kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish ustuvor vazifa etib belgilandi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Majlisda ta'kidlanishicha, viloyat poytaxtga yaqin joylashgani bois bu yerda yashovchi aholining daromadi va turmush darajasi ham Toshkent shahri darajasiga mos bo'lishi zarur. Shu maqsadda hududda tadbirkorlik muhitini yaxshilash, sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligini rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish asosiy yo'nalish sifatida belgilangan. So'nggi yillarda viloyatda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgan. Xususan, 2024-2025 yillarda 23 ta qaror qabul qilinib, 14 ta sanoat zonasi tashkil etildi. 115 ta investitsiya loyihasi ishga tushirildi va 300 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Shu bilan birga 237 ta yangi eksportchi paydo bo'ldi. Poytaxt ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan korxonalarni viloyatga ko'chirish ishlari boshlandi. 2026 yilda viloyat iqtisodiyotini 9,1% ga oshirish, 6,2 milliard dollar investitsiya jalb qilish va 2,8 milliard dollar eksportni ta'minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida hududlar salohiyatini tahlil qilish va raqamli taraqqiyot sun'iy intellekt markazini tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Yig'ilishda joriy yil uchun aniq vazifalar ham belgilandi. Jumladan, 883 ta mahallani kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish, 84,7 ming aholini doimiy ish bilan ta'minlash, 37 ming norasmiy ish o'rnini legallashtirish hamda 13,3 ming ishsiz fuqaroni kasbga o'qitish rejalashtirilgan. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Manba daryo.uz sayti.